Bismillah. Tezda bo'shamaydigan, tezda to'lmaydigan basseynimiz. Och. Bir kun turganiga qolgan suv qurib ketibdi. Mana yerda chuqurda g'ish bor edi. Chiqara olmadim uni, qatib ketibdi. Xuddi mana shunaqa qilib livni qilib qo'ydim. Suv borib, ashaga joylashadi, mana bu yerga tushadi qildim. O'xshamadi. Bo'lganicha tozalab oldik. Yomon emas. Acha loypoylari qoldi. Endi bu 13-hudud lavandalarga tegishli. Ikkita xo'rozchasi bor, 4 ta makonchasi bor. Bittasi hozir keladi. Bittasi ko'rib bo'ldi. Asallarni ko'rsangiz, yaqinroq ko'rsataman. Go'zalligini ko'ring. Ha? Zo'ra. Petuxlarni ko'rsangiz-chi. Bu region endi bularga. Bismillah. Raspakovkani mujikchasi bitta kelganiga. Voh. Haqiqiy Simban tog'asi bo'ldi-yu. Haqiqiy Samjun degan ekan. Ashkishaniga chekib. Oy. Chaqqon, Xudoga berk solib shukur. Men o'zim xohlagandek. Zabardast mujik ekan. Bitta ko'ring-da. Qarang. Aka ko'ring. Uy. Dadil, xudo xolasa. Dadil. Quchoqlab maza qilyapman. Meni qo'ying. Nega? Uy. Xudoyimga berk solib shukur. Qo'chqarcha ham qo'shildi sastapimizga. Mashallah. O'zim shunaqa niyat qilib chiqdim. Qo'chqarcha olaman, shu bir shum bo'lsin, to'palanchi bo'lsin deb. Ha, zo'ra, kashtan. Quloqlari ham but-butun, xudo xolasa. Mashallah. O'rdalar sotib, pulga mashina oldik-da. Bosing. Voy! Bozordagi o'rda purushlik qilgan videoyim ham bir kommentariy o'qib oldim. Shuncha obunachi auditoriyaga sotsangiz bo'lmaydimi degan. Aynan bu proyekt Instagram yurgizmayotgan yoki oddiy uyda yoki ferma qilib boqayotganlar uchun maxsus bo'lgan edi. Oldingiz, yetishtirdingiz, haqa sotaman endi. Go'shga sotilmayotgan bo'lishingiz mumkin, Instagram sotilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bozorga olib chiqsangiz, otam bozor, enam bozor, to'g'ri, bozor ancha pastlab ketibdi, ancha o'ynayapti ekan. Lekin sotdik. Maqsad sotish edi. Pulini yengilroq berdik, oladiganlar kelib olib ketdi. Hammamizga, fermamizga baraka bersin Xudoyim. Salomat bo'linglar. Sizning ham fermangizga baraka bersin.